Mana montaj avtodrom. Klemmalar uchun bolt svorkalangan har bir listga. Listlarning stiklari ham svorka bo'ladi. Uzun polosali list orasida tekstolet qo'yilgan. 3 ta perimenli faz yuradi har yo'lakda. Mana mashinaning tagida o'zida diodi bor. Postoyanniy tokka o'zgartirib avtomatik o'zgartiradi. Klemmalari shit общий стоп пуск minut sekund tuzadi, chiqish volt, kirish volt, amper qancha ampetar. Ana общий пускатель, общий avtomat, vaqt relesi, пускатель 3 faza 3 obmotkaga boradi. Переменный tok chiqadi. Bundan chiqib bu avtomatga kirib, bu avtomatdan chiqib polga boradi. Pol. Listoy pol. Ulab ishlatib ko'rsatib videosini yana qilib beramiz.